toppayda tushsam, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mana bu videoni hammalaringiz ko'rdilar. Biz ham aynan Binfix Grand Clay'lar bilan ushbu sinovni, ya'ni tajribani ko'rmoqchimiz. Hozir taroziga chiqaman, meni vesimni ko'rasizlar. Qani ko'tara olarmikan? Videomizdan uzoqlashmang, oxirigacha ko'ring. Qani nima bo'lar ekan? Tarozimiz 0 bo'lmayapti nimagadir. Ana 0 bo'ldi. 91,5 kiloda qisqasi. Akalar qarab turinglar. Kecha post qo'ygan, aynan mana shu Ko'ksaroyimiz esingizda bo'lsa, MDF haqida video qilib bergandik. Tayinlanmagan, hech nimada qisqa yo'q. Ko'rishlaringiz mana bu yerda ulangan. Ya'ni qo'ygan joyimizdan bu tarafi mana bemalol havoda turibdi. Hech nima qo'yilmagan. Kadrda uzmasdan boricha olamiz, o'rtaming. Bismillah. Toppayda tushsam, kulish yo'q, bismillah. Hop, yaqinroq oling, o'rta oyog'imni qayerga chiqqan. Salkam 92 kiloma, qani bismillah. Akalar nima deyapti? Binfix Grand Clay'lari. Ishonchli tanlov. Xudo xohlasa 92 kilo bersa ham bemalol ko'tarishyapti. O'zi ham baquvvat ekanda. Kimga shunday sifatli Grand Clay'lar kerak bo'lsa, bemalol Binfix Grand Clay'larni tanlashingiz mumkin.